Assalomu alaykum. So'nggi kunlarda O'zbek internet segmentida Nestle kompaniyasining bolalar ozuqasi bilan bog'liq xabari keng muhokama qilinmoqda. Gap chaqaloqlar iste'mol qiladigan mahsulot haqida ketgani uchun tabiiyki ko'plab ota-onalarda savol va xavotirlar paydo bo'ldi. Nestle kompaniyasi O'zbekistonda bolalar ozuqasining ayrim cheklangan partiyalarini qaytarib olishini e'lon qildi. Bunga sabab mahsulot tarkibidagi arxidon kislotasi deb ataladigan ingredient bilan bog'liq ehtimoliy xavf borligi. Ushbu modda tashqi ta'minotchi orqali keltiriladi va uning tarkibida juda oz miqdorda sereulit deb nomlanuvchi toksin bo'lishi mumkin. Sereulit ayrim bakteriyalar ishlab chiqaradigan toksin bo'lib, u organizmga tushganda o'tkir zaharlanish alomatlarini keltirib chiqarishi mumkin. Uning asosiy belgilari ko'ngil aynishi, qusish va qorin og'rig'i bilan namoyon bo'ladi. Nestle ma'lumotlariga ko'ra, real zaharlanish holatlari qayd etilmagan. Ya'ni hozirga qadar bolalar sog'lig'iga zarar yetgani haqida rasmiy ma'lumot yo'q. Kompaniya shunchaki xavf bo'lishi mumkin degan ehtimolning o'ziyoq yetarli deb hisoblab, oldindan chora ko'rmoqda. Aytish kerakki, bu faqat O'zbekistonda emas. Nestle bu mahsulotlarni Yevropa bozori, Osiyoning ayrim davlatlari va Yaqin Sharq mamlakatlarida ham qaytarib olmoqda. Nestle rasman e'lon qilgan qaytarib olinayotgan mahsulotlar ro'yxatida Nan 1, Nan 2, Nan kislomolочный, Nan Supreme hamda Alfer Amino kabi mahsulotlarning aniq partiya raqamlari ko'rsatilgan. Boshqa partiyalar va Nestlening qolgan bolalar ozuqasi mahsulotlari bu qarorga kirmaydi. Bolalar ozuqasi masalasida hatto eng kichik ehtimol ham jiddiy qabul qilinadi. Shuning uchun kompaniya regulyatorlarni xabardor qildi, mahsulotni ixtiyoriy qaytarmoqda va iste'molchilarga ochiq axborot bermoqda. Hozir ota-onalarda mendagi mahsulot qaytarib olinadigan partiyaga kiradimi yoki yo'qmi degan savol kelib chiqyapti. Bunga javob partiya raqami orqali. Mahsulotning partiya raqami uning qutisida yoki bankasida bo'ladi. U odatda qutilarning pastki qismida yoki metal banka tagida, ba'zan yon tomonida mayda shrift bilan yozilgan bo'ladi. Partiya raqami harf va raqamlardan iborat bo'ladi. Masalan, 514 903 46 AB yoki 527 907 42 S1 kabi. Sizdagi raqamni Nestle rasman e'lon qilgan ro'yxat bilan solishtirish kerak. Agar raqam aynan shu ro'yxatda bor bo'lsa, mahsulot qaytarib olinadi. Bordi-yu mahsulot ro'yxatda qayd etilgan bo'lsa, uni qanday qaytarishingiz mumkin? Aynan Nestle Nan mahsulotlarini O'zbekiston bo'ylab yetkazib beruvchi Balton Trading kompaniyasi vakilining Kun.uzga ma'lum qilishicha, iste'molchilar tovarni hech bir muammosiz qaytarib berishlari mumkin. Agar sizda qaytarib olinadigan partiya bo'lsa, uni sotib olgan dorixona yoki do'konga murojaat qiling. Sotuv nuqtasida mahsulot qabul qilinadi va pulingiz qaytariladi yoki almashtirib beriladi. Mahsulot qadog'ining buzilganligi ahamiyatga ega emas. Agar do'konda savollar tug'ilsa, Nestlening rasmiy distribyutori yoki iste'molchilar uchun mo'ljallangan aloqa kanallari orqali murojaat qilishingiz mumkin. Agar sizda xarid cheki bo'lmasa, ko'p holatlarda mahsulot qabul qilinadi, chunki gap bolalar sog'lig'i haqida ketmoqda.